Hello hammaga salom, sizlar bilan Shahar Kapaman. Bugungi videomizda ben M5'te hammaga vizit tashlamoqchiman. M5. Buni bilan videoni oxirida ko'rsatib o'taman. M5'te hammaga vizit tashlayman. Hamma bilan o'ynayvermayman men. Bitta yoqqan bittasini tanlayman. Yaxshisidan bittasini. Yolg'on gaplab o'ynaysizmi deb yozadilar birovlar, lekin o'ynamaydi. Ular bilan o'ynamayman. O'ynaydigan odamni topib keyin o'zim yozaman, keyin o'ynaymiz. Ketdi mashinaning ichiga o'tiramiz bo'lmasa. Ketdi. Moya mashinani soppasini ko'rmoqchi bo'lsanglar, qani qayerda edi bu? Mashinani soppasi. Yana 1695 xp bu. Tarko 2254. Mana ID'sini yozib qo'yibdi tepada. Xapini ko'rdingizlarmi? Shunga mos qilib mashina topasizlar, Luboy mashinada. O'ynaymiz. Chit bo'lsa o'ynamayman. Halol o'ynayman men. BMW M5'te. Uzoqroq qilamiz. Gitti. Bitta drift qilib ko'ramiz. Modda qilib ko'ramiz ham. Oy! Ideal. Chiqib ketdimmi? Ideal drift bo'ldi lekin. Bola vizit tashladim. Qabul etgan bilan o'ynayman. Ko'rib chiqaman boshda. Yoqsa o'ynayman. Shahar Kapaman kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Aytgancha kelayotgan yangi yil bilan bu hammani tabriklayman. Hammani orzu qilgan narsasi bo'lsa erishsin orzulariga. Bugun 30-dekabr. Bayramda video olyapman. Hamma aktiv bo'linglar videoda. Har kuni video chiqadi deganman. Mana chiqyapti. Kecha oldim. Bugun ham chiqdi. Ertaga chiqishi gumon, lekin ertaga bayram bo'lgan. W201da gonka o'ynadim. O'tgan safar videomda. Mbap panika qabul etdi. Hammaga tashlagan edim video. Panika qabul etdi. Keyin o'ynadim. Bitta kuzov o'tdi. 3 o'yindan ham bitta kuzov oldinda ketdi. Keyin o'ynagan yutqazdim. U mashinaga taxlamagan edim uni. Nastroykalarni tuzmadim. O'zini nastroykalar. Panika düzgəndi. Bilmayman. Balkim düzüb o'ynagandir. Chizsiz M5'larga vizib. KS bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Yutqizib qo'ygan puldan o'ynaymiz. Car parking pulida. Pul tikamiz, yutqizgan odam shu pulni beradi yutgan odamga. Ya'ni yutqizgan odam yutgan odamga pulini beradi. Ketdi. Bombasidan bitta drift ko'ramiz. Oxirida ichidan ko'rmaydi-da real. Yo, oldi tortadigan edilar. Nimaga shunaqa bo'lyapti bu?
Nega drift unaqa o'xshamayapti? Mana bolalar driftni ko'rdinglar. Unaqa zo'r qilmasam ham qildim, eplab. Bolalar kommentariyga yozib ketinglar. M5 ga o'zgartirish kiritaymi, rangigami, boshqa narsa qo'yaymi, nima deysizlar? Ha, banan 1-yanvarda chiqishi mumkin videosi. Tuning qilgan videosi 100 holatda edi. Stage 1 holatda edi. Stage 3 ga ko'tardim. 12 lik motor qo'ydim. 12 lik mana 16 lik motor qo'ydim. O'zinki original o'zini motori edi. Va 16 lik motor qo'ydim. Tortishi vobshim zo'r. Keyingi videolarda chiqaraman buni ham. Bitta rasmga tushirib qo'yamiz. Ponu. Yo'qqa qochib turish kerak, bratim, qochib turing. Bitta rasmga tushirib qo'yish kerak, bu go'zallikdir. Keyingi videoda nima mashinada vizitda nima haqida chiqsin? Hammaga vizit tashladim. Endi qani. Nima bo'ldi? Mana oldim. Option bo'ldi. Mashinaga minamiz. Bir ko'ramiz buni. Uy, shakar. Audiga o'tiramiz, ketdi. GPS nimaga drag kiram, voy nima bo'ldi bunga? Drag. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Olimkani yoqib qo'yamiz. Dragdi. 287 sekundda chiqdi. Bolalarni. sekund. Bolalar videoni shu yerda to'xtatamiz. Hammaga yozib tashlandi. Qabul etgan bilan o'ynayman. Hammaga xayr, yangi yilni sog'-omon va o'tkazib olinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa like va komment yozib qo'yinglar. Keyingi videoda nima chiqishini ham yozib ketinglar. Yangi yilni yaxshi o'tkazinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.